Sizlar bilan bugun Wi-Fi buzishga harakat qilamiz va Wi-Fi buzgan Wi-Fi'imizdan odamlarning akkauntini o'g'irlab qo'yamiz va buni sizlar bilan bitta restoranda amalga oshiramiz. Ularni biza tarqatayotgan soxta Wi-Fi'ga bog'laymiz va shu Wi-Fi orqali ularni registratsiya qilishini xohlaymiz. Hakerlar eng ko'p ishlatadigan usul va eng ko'p effekt beradigan usul aynan mana shu Evil Twin usuli bo'ladi va bugun sizlar bilan xudo xolasa mana shuni haqiqiy hayotda eksperiment qilib ko'ramiz. Ketdik. Bu arada biza kafedan ruxsat oldik, lekin bizani Wi-Fi buzishimizni bilishmaydi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, videoni oxirida aytib o'taman. Xudo xolasa har qanaqa ovqat yeyishga kelgan inson Wi-Fi'ni buzib kirishi va foydalanuvchilarning ma'lumotini ko'rishi yoki Wi-Fi'ni o'chirib qo'yishi mumkin. Va aynan shu joylar, ayniqsa bu videoni to'liq ko'rib chiqish kerak. Qanaqa qilib Wi-Fi'ni xavfsiz qilish mumkin, qanaqa qilib hakerlardan ma'lumotlarni yashirish mumkin, shu haqida chiroyli kontent bo'ladi. Qo'limda ikkita qurilma bor, ikkita egizak bor va bu egizaklar bilan sizlar bilan shu yoqda ko'rib turgan qurilmalarni umuman olganda kelib o'tirgan, ovqatlanayotgan, oilasi bilan kelgan yoki ishdan charchab kelgan insonlar Wi-Fi'dan hordiq chiqarayotganda, ularni Wi-Fi'dan uzgan holatda yana bittasidan boshqa Wi-Fi tarqatamiz va u Wi-Fi'ga bog'lagan holatda insonlarni buzib kirishga harakat qilamiz. Ikkita qurilmada ikki xil skript yozilgan va bu ikki xil skriptni biza shunchaki power supply'ga, ya'ni zaryadkaga ulasak bo'lgan, o'zi avtomatik ishga tushadi va biza shunchaki telefonimizdan yoki notebookimizdan bu narsani amalga oshirishimiz mumkin. Va bu orada bu qurilmalardan foydalanish shart emas. Buni shunchaki notebookdan ham amalga oshirishinglar mumkin. Yana bitta adapter sotib olgan holatda, lekin eng muhimi, sizlar qanaqadir joyda Wi-Fi'ni buzayotganinglarda birinchi shubhalaniladigan inson notebookli va kapishonga kiygan inson bo'ladi. O'shaning uchun bu ikkita qurilmani cho'ntagingizga solgan holatda yoki soat ko'rinishida taqib, bemalol xohlagan joyingizga kirib, bitta telefoningizdan foydalangan holatda Wi-Fi'ni yoki kimnidir akkauntini buzib qo'lga kiritishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, talk is cheap. Show me the hack deb boshlaymiz. Notebookimni yopdim ko'rib turganinglarda, ikkita qurilmam va bitta power bankim bor. Bularni power bankga bog'lagan holatda hack qilishni boshlaymiz. Ketdik. Wi-Fi buzadigan qurilmani power bankga bog'ladim. Power bank olib kelganimning sababi insonlarning shubhalanishini oldini olish. Ya'ni kimdandir zaryadchik so'ramayman yoki notebookimga ham bilasam bo'ladi. Agar notebookim bo'lmasa, demak menga power bank kerak. Buni bog'ladik. Wi-Fi qurilmasi avtomatik ishga tushdi. Endi bitta qilishim kerak bo'lgani, hammaga o'xshab Instagramga kiraman. Faqat men Instagramga kirmayman, o'zimni Wi-Fi qurilmamga bog'lanaman. Ko'rib turganingizdek, birinchi ekran ochildi. Men ruxsat berganimdan keyin bu qurilmaga kirish orqali butun, ya'ni yon atrofdagi shu qurilmani chastotasi yetganicha Wi-Fi routerlarni meni telefonimga chiqarib beradi va ko'rib turganingizdek, bizga keraklisi Fistik kafe. Hozir bizda Fistik kafesida biza va men kelib buni tanlayman. Ko'rib turganingizdek tanlandi, qolganlari tanlanmagan va endi kelib tepadan shu qismdan attacks qismiga bosib, ya'ni hujumlar qismiga bosib, qaysi hujumni qilishimni tanlashim kerak. Men hozir xohlayotgan hujum, 3 xil hujum bor ko'rib turganingizdek, Deauthentication, Beacon va Probe Request degan 3 ta hujum bor. Menga Deauthentication kerak. Keldim. Shu qismdan start tugmasi bor ko'rib turganingizdek, shunchaki start tugmasiga bosaman. Ko'rib turganingizdek hujum boshlandi. Endi 30 yoki 40 soniyadan keyin agar biza kafeda o'tirgan insonlarning qo'lidagi telefonlarga e'tibor bersak, internetda ishlamayotganini sezishimiz mumkin. Va ular nima qiladi bilasizlarmi? Ular internet qidirishni boshlaydi. Internet qidirib, tekin Wi-Fi qidirib, ovora bo'layotgan joyda biza ikkinchi qurilmamiz bilan xuddi shu nomdagi boshqa bitta Wi-Fi tarqatamiz va ular bog'lanishga harakat qiladi. Ular shu qurilmaga bog'langandan keyin biz ularning parollarini, internet istoriyasini va hokazolarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi kelinglar buni ishlatib ko'rsatib beraman. 12 seconds later. Shikoyatlar kelishni boshladi. Menejer kelib, Wi-Fi ishlamayapti deb shikoyat qilishni boshladi. Ya'ni sizlar buzdinglarmi ko'rinishida? Ha, biz buzdik dedim. Endi kelinglar, darrov shu qurilmani olib tokga bog'laymiz. Zaryadkaga emas, buni ham power bankga bog'lasam bo'lardi. Ya'ni shunchaki zaryadkaga ham bog'lasak bo'ladi ko'rinishda tushuntirdim. Shu ustida o'zini built-in LED qismi bor va aynan shu LED 4 marta yoki 5 marta yonib o'chsa, biz kimnidir qarmoqqa ilintirgan hisoblanamiz va bu ham ko'rib turganingizdek chiroq yongan, ya'ni hali ham hujumni davom ettiryapti. Endi kelinglar, bu qurilmani kirib ko'rishga harakat qilamiz. Demak, men bu ishlayotganida buni nomini, ya'ni bu Wi-Fi qurilmasining nomini KFC sovg'alar ko'rinishida nomlaganman. Qiziqtirish uchun biza videoni KFC da olishga harakat qilgandik, lekin oxirgi vaziyatda reja o'zgargandi. KFC sovg'alar. Ustiga bir marta bosdim. Ya'ni kimnidir Wi-Fi'dan uzganimizdan keyin u to'g'ridan-to'g'ri tekin Wi-Fi'ga bog'lanishga harakat qiladi. Va ko'rib turganingizdek, shunaqa oyna chiqdi. Bu oynani biza Telegramga ham moslashimiz mumkin edi yoki bilmayman boshqacha akkauntda bo'lishi mumkin, Twitter bo'lishi mumkin yoki xuddi shu ekranda ko'rib turgandek Gmail logolar
izohlarni qo'yib yana ham chiroyliroq qilishimiz mumkin edi. Ekranda yozilganidek 160 so'mlik setni bepulga qo'lga kiritish uchun va internetdan bepul foydalanish uchun hisobingizni tasdiqlang ko'rinishda yozilyapti. Va bu yoqda sizlarning ko'zingizga oddiy tuyulishi mumkin, lekin men o'zim ham bir qancha akkauntlarni aynan shu yo'l bilan hack qilganman. Kelib yozamiz bu yoqdan login va parolni. Misol deyman gmail.com va parolni teraman. Misol uchun parol 1 2 3 ko'rinishida parolni terdim. Ya'ni bu qaysidir inson bu Wi-Fi ga bog'langandagi holati. Tekin internetdan foydalanish yoki qanaqadir yo'q setni qo'lga kiritish sizlarni aynan shunaqa hakerlarning hujumiga olib borishi mumkin. Va kirish tugmasiga bosganimda shu yoqda e'tibor qilib turasizlar. Kirish tugmasiga bosdim va ko'rib turganingizdek menga xabar beryapti. Ya'ni men buni bu yoqda qo'yib turib kutayotgan bo'lishim mumkin. Agar e'tibor qilgan bo'lsanglar, bu boyagi qarmoq bilan baliq tutishga o'xshaydi. Qarmoqni tashlaysizlar ko'lga va qachon baliq tushganini bilasizlar, qarmoq tortilganda. Va aynan buni ham bitta ledi 5 marta yonib o'chganda meni qarmog'imga baliq tutilganini ko'rishimiz mumkin. Bizani o'ljamiz qarmoqqa tushganini hisobga oladigan bo'lsak, endi kelib bemalol biz parollarni tekshirib ko'rishimiz mumkin va endi kelinglar parollarni tekshirib ko'ramiz. Parollarni aynan shu domen orqali qidirishni yo'lga qo'yganman va shu qismda ma'lumotlar degan qismda bizani parollarimizni yoki kimdir bizani Wi-Fi'mizga bog'langan holatda login parolini kiritgan bo'lsa, aynan shu qismda login parollarni ko'rishimiz mumkin. Ikkitagina qurilma orqali kimdir akkauntini buzib kirdik. Bu o'zimiz uchun edi, insonlarni ogohlikka chaqirdik va endi sizlar bilan bu kafeni xavfsizlik xizmatiga qaraymiz va agar xavfsizlik darajalari past bo'lsa, menejer bilan xavfsizlik xizmatlarini darajasini, sifatini oshirish uchun nimalar qilish mumkin va biz nimalar qila olamiz, shular haqida gaplashamiz. Xo'p, demak, hozir kafeni menejerini chaqiraman va xavfsizlik choralarini ko'rishini va nimalar qilsa xavfsizligi yana ham oshadi, shu narsalarni tushuntirib beraman. Bak, biz şimdi senin Wi-Fi'ni kırdık. Sen QR'la insanlara Wi-Fi şifresini veriyorsun değil mi? Tabii, ondan sonra onlar bilmiyor zannediyorsun. Bak burada her bir Wi-Fi router'ın kendi IP adresi var. O IP adresiyle girerek buradan default login parol diyorlar onu. Bak şimdi sana göstereceğim. Şuradan root, şuradan admin HW. Buradan girerek senin Wi-Fi'ni şifresini değiştirebilirim. Ondan sonra Wi-Fi'ni kimler giriyor, nereye giriyor, nasıl internet kullanıyor vesaire onlarını görebiliyor. Bu admin panel diyorlar bunu. Bak burada tıkladım. Şurada şifresi de var. Her şeyini buradan kontrol edebilirim. O yüzden senin yapman gereken derhal şifreyi değiştireceksin. Ondan sonra... Sen değiştireceksin, ben değil. Tamam, ben kendim yaparım. Tamam. Ondan sonra hem router'ın şifresini ve hem Wi-Fi'nin şifresini biraz güzel, güçlü. Biraz güçlü yapman lazım. Tamam. Bunlar yaparsan kendi Wi-Fi'ni korumuş olursun. Ondan mesela Wi-Fi'nin kameralara da bağlı olması mümkün. Bağlı. Eğer bak bağlı. Eğer birisi senin Wi-Fi'ni bozarsa ondan sonra kameranı da bozar, postlarını da bozar vesaire. Abim teşekkürler sana. Sizlarga hack qilib ko'rsatib bergan ikkita qurilmamda ichidagi kodlari bilan YouTube olishni xohlasanglar, descriptiondagi tekstlarni o'qishinglarni maslahat beraman. Endi shu Fıstık kafesini xavfsizligini ko'rib chiqamiz sizlar bilan va to'g'risini aytganimda juda ko'p kafelar Wi-Fi parolini kimgadir aytmasdan, ya'ni QR orqali Wi-Fi parolini kimgadir yetkazib, ularni xavfsizligini 100% ta'minlaganman deb o'ylashadi va bular hakerlar uchun eng oddiy yemish va hakerlar shu narsalardan foydalangan holatda butun boshli Wi-Fi'ni buzib kirishlari mumkin. Endi biz ofitsiantdan Wi-Fi ga bog'lashni iltimos qilamiz. Xo'p, Wi-Fi parolini ola olamanmi? Rahmat kattakon. Xo'p, Wi-Fi parolini QR orqali olgan holatda, ya'ni men Wi-Fi parolini ko'rmaganman, Wi-Fi ga bog'landim. Va hozir ko'rsataman sizlarga ham. Va hozir men Fıstık kafesiga bog'langan holatda turibman. Va endi sizlarga tushuntirib beraman nima uchun xavfsizlik darajalarini kafelar ham oshirish kerak. Aynan men Wi-Fi ga bog'langanimdan so'ng har qanaqa haker yoki shu kompyuterni tushunadigan inson, oddiyroq qilib aytganda, to'g'ridan-to'g'ri Wi-Fi routerni qurilmasiga bog'lanishi mumkin. Kelinglar sizlar bilan sinab ko'ramiz. Odatda Wi-Fi Analyzerga o'xshagan dasturlar bor va bu dasturlar orqali biz Wi-Fi routerni spesifikatsiyasini ko'rishimiz mumkin. Necha Hz yoki IP adresi qanaqa va hokazo shunga o'xshagan narsalarni, ma'lumotlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Va bu yoqda yozilganidek 192, 168, 100 va .1. Shu qismda ko'rib turganingizdek 192, 168, 101 va Huawei default login parolini Google'dan qidiryapman. Va qidiruvlar natijasida e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, TP-Link, D-Link, Netgear va Huawei'ni default username root va password'i
shu ko'rinishda admin HV ko'rinishida chiqarib beryapti. Xo'p, root ko'rib turganingizdek va admin kattakon H va kattakon W login tugmasiga bosganimda agar parol noto'g'ri terdim, aytib bermaysizlar. Va ko'rib turganingizdek shu username va shu passwordni kiritgan holatda login parol qilib admin parol bilan routerga kira oldim. Va shu yoqda ko'rib turganingizdek Fistiq Cafe ko'rinishida nomi va shu yoqda parolni ham ko'rishingiz mumkin. 2023 Fistiq 03 ko'rinishida parolni ham ko'rsatdi. Endi men QR orqali qabul qilgan Wi-Fi parolim hech qanaqa xavfsizlikni ta'minlab bermaganini his qilgan bo'lishingiz mumkin. Juda ko'p inson o'ylaydi, meni ma'lumotlarim kimga ham kerak deb va juda katta xato qiladi va aynan shu ma'lumotlardan foydalangan holatda qurilmalarni buzib kirishimiz va hakerlar ular qo'lga kiritgan ma'lumotlarni shantaj yo'lida foydalanib sizlarni moddiy yoki ma'naviy zarar keltirishni maqsad qilishlari mumkin, sizlarni suyladi. Agar qaranglar, bitta Wi-Fi tizimini buzib kirish orqali, ya'ni juda ko'p korxonalarda, aksariyat korxonalarda ko'rganman, Wi-Fi routerga bog'langan holatda bo'ladi kameralar va aynan Wi-Fi routerni buzib kirish orqali butun boshli kameralarni ham buzib kirgan bo'lishadi. Wait, so did your child come out black or like kind of like light skin? I don't know. What? Nothing. Bir xavfsizlik xodimi ishlata olmasanglar, admin, ya'ni Wi-Fi ni boshqaradigan admin dasturlaridan foydalanishingiz kerak. Aynan shunaqa dasturlar bor. Wi-Fi routerga begona MAC adres hujum boshlaganida yoki begona MAC adres kirib kelganida adminni ogohlantiradi. Xuddi boyagi biz kinolarda ko'rganmiz-ku, men bu FBI ni yoki CIA ni, ya'ni maxfiy xizmatlarning kompyuteriga boshqa joydan ulanilganida kompyuterda qizil alarm beradi. Ya'ni kimdir boshqa joydan ulandi ko'rinishida. Aynan xuddi shunaqa dasturlar real, ya'ni haqiqiy hayotda ham bor. Aynan shunaqa dasturlarni telefonga ulatish orqali yoki kompyuterga ulash orqali sizlar ham xavfsizliklarni choralarini ko'rishingiz mumkin. Kiber xavfsizlik va hakerlik sizlarga qiziq bo'lsa, kontentlarni kuzatishingiz kerak, bilasizlar. Va sizlarni bizga qilishingiz mumkin bo'lgan eng katta yaxshilik shunchaki bizani kuzatishinglar, iloji boricha yaxshi va yomon fikringlar bo'lsa ham kommentariyalarda yozishinglar, bizning Instagram va Telegram akkauntlarimizni ham kuzatishinglarni o'zi yetadi.